Sidney Sheldon. Orziqib kutaman ertani. Amerika yozuvchisi Sidney Sheldon 1917-yilda Chikagoda tug'ilgan. U Ikkinchi jahon urushidan oldinoq Gollivudda kinoartist sifatida shuhrat topdi. Darvoqe, urushda AQSh harbiy-havo kuchlari uchuvchisi sifatida ishtirok etdi. U urushdan keyin ham kinoda ishlashni davom ettirdi. Uning qalamiga mansub 6 pyesa Broadveydagi teatrlar repertuaridan joy olib, shov-shuvlarga ham sabab bo'ldi. Yozuvchi 1963-yilda ABC korporatsiyasi bilan hamkorlikni boshlab, 200 dan ziyod televizion ssenariylar yaratdi. Biroq Sheldonga jahon miqyosidagi shon-shuhratni kitoblari keltirdi. Uning asarlari 180 dan ortiq mamlakatda 50 dan ortiq tilga nashr etildi. Sheldon ko'pdan ko'p abadiy va kino san'ati sohasida beriladigan nufuzli sovrinlarning, jumladan Edgar Poe nomli Oskar mukofotining sohibi bo'lgan. Adib umrining oxiriga qadar samarali ijod bilan band bo'ldi. Sidney Sheldon 2007-yil yanvar oyida 90 yoshida vafot etgan.